insonni yuragini ishlashi uni ixtiyorida emas, uni nazoratida emas. Oyoq qo'limizni kontrol qilamiz, ko'zimizni kontrol qilamiz, tilimizni kontrol qilamiz. Ammo yurak bizni kontrolimizda emas. Yurak bizni nazoratimizda emas. Agar insonni o'zini ixtiyoriga topshirib qo'yilsa, nima bo'lardi? Inson uxlardi, oyoq qo'li ishlamay qolgandaqa yuragi ham ishlamasdi, o'lar edi. Lekin yurakni ishlashligini Alloh taolo insonni ixtiyoridan tashqariga chiqarib qo'ydi. Uxladi, yurak to'xtardi, o'lar edi. O'pka ham shunday ish qiladi. Uxlayorasiz, o'z ishini bajaraveradi. Agar yana qaytarib aytamiz, o'pkangizni ishlatishingiz ham, qo'lingizni, oyog'ingizni ishlatganda sizni kontrolingizda bo'lganida aqlingiz o'chdi, oyoq qo'l to'xtagandek, o'pka ham to'xtardi, o'lardingiz. Lekin Alloh azza va jalla mana shu miyamizni bir qismini shu a'zolarni boshqarishlik uchun o'chirmas ekan. Biz ongimiz o'chadi, uxlaymiz, lekin bir qismi bizning salomatligimiz uchun ishlab turadi.